Bugungi kunda Qo'qon shahridagi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi turli ta'lim muassasalarida 34 nafar yigit-qizlar inklyuziv ta'lim asosida tahsil olib kelmoqda. Ularning sifatli bilim olishi, jamiyatda o'z o'rnini topishi hamda kelajakda munosib kasb egasi bo'lishida esa 18 nafar defektolog, ya'ni maxsus pedagoglar samarali faoliyat olib bormoqdalar. Bu qanday mashg'ulot bajaryapti? Gullarga suv quryapti. Gullarga suv quyyapti. Darhaqiqat, yurtboshimiz ta'kidlaganidek, ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu maktabdir. Maktabni haqiqiy maskanga aylantiradigan kuch esa albatta fidoyi o'qituvchilardir. Ayniqsa maxsus pedagoglar o'z mehr-muhabbati, sabr-toqati va kasbiy mahorati bilan alohida e'tirofga loyiq. Aynan shunday pedagoglarni qo'llab-quvvatlash, ularning bilim va tajribasini oshirish maqsadida Qo'qon shahridagi 15-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yilning eng faol maxsus pedagogiya ko'rik tanlovining shahar bosqichi o'tkazildi. Mazkur tanlov pedagoglarga o'z bilim va ko'nikmalarini yana bir bor namoyon etish, ilg'or tajribalarni almashish hamda kasbiy mahoratini sinovdan o'tkazish imkonini berdi. Biz shahar bosqichida nafaqat bellashyapmiz, balki birimizdan bilmagan narsalarimizni o'rganyapmiz, bir-birimizni korreksion mashg'ulotlarimizni kuzatyapmiz va bilmagan narsalarimizni o'rganib kelajakdagi faoliyatimizga yana ham samarali bo'ladi. Biz bu yerda qatnashayotganimiz. Tanlov davomida ishtirokchilar 3 ta shart asosida o'zaro bellashdilar. Har bir pedagogning ijodkorligi, kasbiy yondashuvi, ta'lim jarayonidagi innovatsion usullardan foydalanish mahorati hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Bellashuvlar qizg'in va murosasiz ruhda o'tdi. Har bir ishtirokchi o'zining fidoyiligi va kasbiga bo'lgan muhabbatini amaliy chiqishlari orqali namoyish etdi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 2026-24-apreldagi 157-sonli buyrug'iga asosan yilning eng faol maxsus pedagogik ko'rik tanlovi e'lon qilindi va bu ko'rik tanlov Qo'qon shahrida ham ko'tarinki ruhda boshlandi. Maktab bosqichlari o'tkazilib, mana bugun shahar bosqichi davom etmoqda. Shahar bosqichida g'olib bo'lgan maxsus pedagogimiz viloyat bosqichiga yo'llanmani oladi. Tanlov yakunida esa eng faol va tashabbuskor pedagoglar g'olib deb topilib, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bunday tanlovlar pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish, ularni rag'batlantirish hamda inklyuziv ta'lim sifatini yanada yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi desak mubolag'a bo'lmaydi.